Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun geran pelargoniya haqida men sizlarga bitta yaxshi ma'lumot bermoqchiman. Asosan Telegram kanalimizda bu savolni ko'p berishadi. Uy sharoitida xona guli sifatida geranni qaysi turini parvarishi osonroq, qaysi bir chidamliroq? Korolevskiy geran yoki o'zimizni oddiy zonalniy geran? O'zi bizani bozorlarda asosan geran ikkita turi sotiladi. Bu korolevskiy va zonalniy. Va bozorda o'zida bularni bargidan ajratib olish juda ham oson. Korolevskiy geranni barglarini chetlari mana shunaqa arrasimon uchli bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Zonalniy geranni barglarini chetlari bo'lsa mana shunaqa to'lqinsimon bo'ladi. Bozorda o'zida bularni bargidan ajratib olish juda ham oson. Endi masalaga bularni qaysi biri hovli guli sifatida parvarishi oson, qaysi biri xona guli sifatida parvarishi osonligini qisqacha tushuntirib beraman. Do'stlar, kim bizning kanalimizda mehmon bo'layotgan bo'lsa, albatta obuna bo'linglar va bizning Telegram kanaliga ham albatta obuna bo'linglar. Korolevskiy pelargoniyani ko'rinishi nisbatan chiroyli, buni bozorda narxi ham nisbatan ozgincha qimmatroq yuradi. Misol uchun zonalniy pelargoniya bozorda 15 ming tursa, Korolevskiy pelargoniya 25 ming turishi mumkin. Lekin zonalniy pelargoniyaga nisbatan Korolevskiy pelargoniyani parvarishi nisbatan qiyinroq, bu injiqroq gul hisoblanadi. Birinchi hovli guli sifatida gaplashamiz. Agar Korolevskiy pelargoniyani hovliga oddiy yerga ekib qo'yadigan bo'lsangiz, bu uzoq yashamaydi. Misol uchun 1-2 oy yashashi mumkin, keyin kunlik isib ketgandan keyin holati xunuk bo'lib, nobud bo'ladi. Bu issiqga umuman chidamaydi. Hovliga men bahorda vaqtinchalik chiroy sifatida maslahat beraman, lekin uzoq parvarish qilish uchun buni maslahat bera olmayman. Baribir kunlik isib ketgandan keyin nobud bo'ladi. Zonalniy pelargoniya bo'lsa, oddiy yerda hovlida juda ham chiroyli o'sadi, juda ham chaman, chiroyli gullaydi. To'g'ri, bu ham yozda ozgincha issiqda qiynaladi, lekin havo yana salqin bo'lgandan keyin o'sha kuzga yaqin holati chiroyli bo'lib, juda ham kech kuzgacha chiroyli bo'lib turadi. Agar buni to'g'ri parvarish qilsanglar, bahorda ham, yozda ham, kuzda ham juda ham chiroyli gullab turishi mumkin ochiq yerda. Endi xona guli sifatida gaplashamiz. Agar uyda geranga yaxshi sharoit qilib bersanglar, bularning ikkilovini ham parvarishi juda ham oson. Agar sharoit qilib bera olmasanglar, ikkilovini ham parvarishi qiyin, injiqligi ko'p. Hozir masalaga tushuntirib beraman. Do'stlar, o'zi Telegram kanalimizda geran haqida juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Parvarish haqida batafsil gaplashganmiz. Qanaqa sug'orish, qanaqa tuproq ishlatish, qanaqa joyga qo'yish. Deyarli geranning hamma turlari haqida gaplashganmiz. Korolevskiy, zonalniy, ampelniy, dushistniy turlari haqida. Va xudo xolasa yaqinda yana bir marta geran haqida batafsil gaplashamiz. Shu uchun albatta obuna bo'linglar. Va YouTube kanalimizda xudo xolasa keyingi videoda yoki keyingi hafta geranni tuproq haqida gaplashamiz. Geran chirib ketmasligi uchun, geranni to'g'ri sug'orish uchun tuproq juda ham muhim. Misol uchun men sizlarga Pyotr Plexanov universal tuprog'ini geran uchun maslahat beraman. O'zim ham shu tuproqni ishlataman. Yoki Pyotr Plexanovda geran uchun maxsus tuproq bor. Juda ham zo'r tuproq bor. O'zi bilasizlar, geran ozgincha og'irroq tuproqda ham zo'r o'sadi, juda ham yengil tuproqda ham zo'r o'sadi. Xudo xolasa men sizlarga keyingi videoda o'sha tuproqni olib kelib bir ko'rsataman. Juda ham zo'r tuproq. Bu tuproqni ham o'sha geran uchun maxsus tuproqni ham sizlar uzun marketdan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Tuproq zo'r. Endi xona guli sifatida uyi ichidagi parvarish haqida gaplashamiz. Agar uyda sharoit yaxshi bo'lsa, bularning ikkilovini ham parvarishi juda ham oson. Uyi ichida geranlar uchun eng asosiy sharoit bu to'g'ri harorat, ya'ni salqinroq harorat. Bilasizlar, geran issiqdan ko'ra salqinroq haroratni yaxshi ko'radi. Misol uchun harorat +18, +24 atrofida bo'lsa, shu o'zimizga yoqadigan harorat bo'lsa, geranlar ham o'zini juda ham yaxshi his qiladi, chiroyli o'sadi va chaman gullaydi. Agar harorat juda ham isib ketsa, juda ham dim bo'lsa, shu harorat o'zimizga ham yoqmasa, geranning holati juda ham xunuk bo'lib ketadi va oxiri chirib nobud bo'lishi mumkin. O'zi ahamiyat bergansizlar, geranni har doim yozda holati ozgincha xunukroq bo'lib qoladi. Geran issig'i yoqtirmaydi. Misol uchun konditsioner ishlaydigan salqinroq xonalarda geran juda ham chiroyli turadi. Agar misol uchun xonanglar juda ham isib ketsa, dim bo'lsa, albatta geranni tashqariga olib chiqinglar. Misol uchun zonalniyni qutqarib qolish iloji bor, lekin Korolevskiy geran menimcha imkoniyati yo'q. Yozda juda ham qiyin. Do'stlar, yakun qilaman. Agar men ikkilovdan bittasini maslahat beradigan bo'lsam, albatta zonalniyni maslahat beraman. Hovli guli sifatida ham, xona guli sifatida ham. O'zi ahamiyat bergan bo'lsanglar, shu Rossiyaning blogerlari ham ko'proq zonalniy geranni ko'rsatadi, chunki buni parvarishi haqiqatan ancha oson. Shu uchun sizlarga har doim zonalniyni maslahat beraman. Bular narxi ham qimmat emas, to'g'ri ko'rinishi ozgincha xunukroq bo'lishi mumkin, lekin parvarishi juda ham oson.